bola semirmay qo'yadi va bo'yi o'smay qolishi mumkin. O'choqli yoki total soch to'kilishi, ya'ni karidami, astritsami yoki bo'lmasam kortsepemi yoki bo'lmasam bitta butun chesnokni mayda to'rg'ab 3 minutdan 5 minutgacha qaynatib, sovugach ushbu chesnokli sutda klizma qilish mumkin. Barchangizga assalomu alaykum. Siz YouTube olamda Doktor M kanalini tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad. Bugun juda ko'p onajonlar iltimosiga ko'ra bolalarda me'da, qurt, gijjalar va uning asoratlari haqida gaplashamiz. Aytgancha, videoni oxirigacha ko'rsangiz, me'da, qurt, gijjalarga bu sharoitda qanaqa davo qilishni ham aytib o'tamiz. Qani unda biz boshladik. Bolada me'da, qurt, gijja bor yoki yo'qligini quyidagi shikoyatlardan bilsa ham bo'ladi. Doimiy ham bu shikoyatlar ushbu me'da, qurt, gijjalarga to'g'ri kelmasligi mumkin. Haddan tashqari ozg'inlik, ekzema, jizzakilik, og'izdan so'lak oqishi va og'izdan hid kelishi, terida dog'lar, tish g'ichirlatish, o'sishdan to'xtash, bola semirmay qo'yadi va bo'yi o'smay qolishi mumkin. Bundan tashqari o'choqli yoki total soch to'kilishi, ya'ni alopepsiya kasalligi. Albatta alopepsiya kasalligi me'da, qurt, gijjalarga daxli bo'lishi mumkin. Bundan tashqari yuz terida temiratki va shu kabi allergik toshmalar yoki bo'lmasam zamburug'lar toshishi mumkin. Vitiligo kasalligi qaydir holatlarda albatta me'da, qurt, gijjalarga bog'liq bo'lishi mumkin. Qorindan bo'lishi, bolani kechpayt orqa proxodi qichishi yoki bola ha deb orqam qichishyapti, qo'lda qashishi. Undan tashqari bolaning ishtahasi bo'lmasligi va bolaning faqat shira va shirinliklarga mukkasidan ketib ro'jo qo'yishi. Undan tashqari bolaning yegan ovqati tanasiga singib, bolaga quvvat bo'lmasligi va uyqusini yo'qotishi. Shu kabi omillar me'da, qurt, gijjalarga sabab bo'lishi mumkin. Endi biz bu holatda qanday ish tutamiz? Albatta bunday holatlarda mahalliy pediatrlarga yoki terapevtlarga murojaat qilgan holda qonimizdan va axlatimizdan, ya'ni bo'qdan analiz topshiriladi. Me'da, qurt, gijjalarga va uning axlatdagi tuxumlarini tekshirtiriladi. Har qanaqa me'da, qurt, gijjalarning axlat va qon orqali tekshirish oqibatida nima tarkibi borligi, bu misol uchun askaridami, astritsami yoki bo'lmasam kortsepemi yoki bo'lmasam mayda lichinkalimi, xullas me'dani turi ko'p va ushbu qanaqa organizmda me'da, qurt, gijjalar borligini bilgan holda to'g'ri lecheniya qilinadi. Chunki ko'r-ko'rona lecheniya qilish bu keyinchalik oshqozon ichak hazm sistemasini, o't pufakni va jigarni yomonlashishiga olib keladi. Har qanaqa dorini bir joyga yaxshi ta'siri bo'lsa, bir joyga nojo'ya ta'siri borligi haqida men juda ko'p videolarimda aytganman va doim aytaman. Har qanaqa dorini shifokor bilan maslahat qilgan holda to'g'ri qo'llash kerak va dorini ichishdan oldin o'zingiz uchun instruksiyasini o'qib chiqing. Unday bo'lsa, davom etamiz. Endi me'da, qurt, gijjalarni aniqlashtirib oldik. Qanaqa tabiiy dorilar bor yoki qanaqa tabiiy davolar bor? Birinchi aytadigan narsam bu hamma uchun tanish bo'lgan chesnok. Aha, noto'g'ri eshitmadingiz, chesnok. Buni menimcha sizlar bilasizlar, chunki chesnok eng kuchli antibiotik, eng kuchli antioksidant va tabiiy vosita. Aytishingiz mumkin, bolamga qanday qilib ichiraman, buni oson ichirish yo'lini o'rgating deyishingiz mumkin. Birinchi aytadiganim juda oson. 1 stikon sutni qaynatib, ichiga 1 dona chesnokni mayda qilib to'rg'ab solib, 1 choy qoshiq asal solib, aralashtirib, ho'plab ertavanda ichirasiz. Aytgancha, agar sutga yoki chesnokga reaksiyangiz bo'lsa, ushbu lecheniyani qo'llamaganingiz ma'qul. Ikkinchi lecheniya bu yana ham osonroq. Chesnokni olib, mayda to'rg'ab, qoshiqqa olib, dori yutgandek ilitilgan xona haroratidagi dog' suv bilan yutiladi. Uchinchi lecheniya bu sedana yog'i yoki sedana. Sedana yog'i jicha achchig'i bo'lishi mumkin, lekin bu ham tabiiy vosita va men aytayotgan tabiiy vositalarni albatta mutaxassis bilan maslahat qilgan holda sinab ko'rishingiz mumkin. Endi sedanani urug'i qanday qilinadi? Sedanani urug'i chaynaladi. 12 yoshdan katta bolalarga yedirsangiz bo'ladi. 12 yoshdan kichkina bolalarga sedana yog'i ichirsangiz bo'ladi. To'g'ri, bu achchiq. Endi chesnokni, sutli chesnokni yoki bo'lmasam sedanani yoki sedanani yog'ini qanday ichamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Ertamanda uyg'onib tishni yuvib bo'lgandan so'ng ushbu muolaja qilinadi. Och qoringa va 20 minutdan keyin tansiq taomlar tanovul qilinadi. Davolanish vaqtida chips, kreshki, hokazolar, bundan tashqari fast foodlar, kola, Fanta, Pepsi va shu kabi mahsulotlarni iste'mol qilmay turgan ma'qul. Bundan tashqari shira, shirinliklar va tarkibida shakari bor narsalar ham iste'mol qilinmaydi. Ushbu muolajani 3 kun qilasiz, 1 hafta dam olasiz va yana 3 kun ushbu muolajani qaytarasiz. Nima uchun orada 1 hafta dam olish kerak? Sababi me'da, qurt, gijjalarning qo'yilgan tuxumlari 3 kundan 1 haftagacha bo'lgan oralig'ida, 10 kungacha oralig'ida bo'lganda yorilib, ichidan lichinkalari chiqishni boshlaydi va siz yangi paydo bo'layotganlarni ham tushirishni boshlaysiz. Bundan tashqari men oldimda qo'yib qo'ygan preparatlarim hammasi me'da, qurt, gijjalarga shifo bo'ladi. Davom etamiz azizlar. Yana me'da, qurt, gijjani quyidagi holatlarda klizma qilib tushirish mumkin. Birinchisi ramashkali klizma, ikkinchisi albatta bu klizmalarni shifokorning nazoratida qilinadi yoki maxsus gijja tushirish bo'limlarida
qilinadi. Undan tashqari giyohli medda qurt gijja tushirishlar maxsus больницаlarda hozirda medda qurt gijja tushirish bo'yicha giyohlardan foydalanishmoqda. Uchinchisi, 1 litr sutga bitta butun chesnokni mayda to'rg'ab 3 minutdan 5 minutgacha qaynatib, sovugach, ushbu chesnokli sutda klizma qilish mumkin. Ehtiyot bo'ling, bolani ichi kuyib qolmasin. Sababi sut juda xavfli kuydirishi mumkin. Albatta buni ham shifokorning nazoratida birinchisini qilsangiz, qolganini uyda qilsangiz bo'ladi. Faqat yana qaytaraman, hushyor bo'ling, bolani ichaklarini kuydirib qo'ymang. Davom etamiz. Yana qanaqa tabiiy vositalar bor? Bu haqida fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizni yozgan davoingiz kimgadir qo'l kelishi mumkin, chunki juda ko'p insonlar bizga murojaat qilayotganlar hozirda musofirdan murojaat qilmoqda. Xo'p, tabiiy vositalardan yana aptekada sotiluvchi antigelment preparati, antiparazitarniy, undan tashqari albendazol, bu juda ko'pchilikka tanish bo'lgan vosita. Undan tashqari Decaris, Evamizol, undan tashqari Pirental, bu yerda Pirentalimiz yo'q edi va hozirda juda ko'pchilikka mavjud bo'layotgan Mebendazol, ya'ni Vermox. Xuddi shu preparatlarni ham mutaxassis bilan maslahat qilgan holda sinab ko'rishingiz mumkin. Bolalaringizni sog'lig'iga befarq bo'lmang. Medda qurt gijjasi bor bolani rivojlanishi va kelajakdagi asabiy bo'lib qolishni oldini olishni hozirdanoq boshlang. Har qanaqa bola kelajagiga ota-ona mas'uldir. Kuninglar xayrli va barakotli o'tsin. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad bo'ldi. Videoni medda qurt gijjalari bor onalarga yoki otalarga ulashib qo'yishni unutmang. Xayr, sog' va omon bo'ling.